Akalar, tashqi fasadga hozirda 20 yil garantiya berilayotgan Gold Euro fasad kelgan. Biz ko'rinishi bitta baho berasiz. Bu yangichasi, ya'ni oq bilan mokrida kombinatsiya qilingani bo'ladi. Bundan tashqari mana showroomni ko'rib turibsiz. Har xil rang, har xil ko'rinishda fasonlari mavjud. Videoni oxirigacha ko'ring. Bundan tashqari shu kasbni, ya'ni hunarni o'rganmoqchi bo'lsangiz, o'rgatib ham qo'yishadi. Bundan tashqari fasadli plitaga zakaz ham olishadi. O'zbekiston bo'ylab. Shogirdlari bo'ladigan bo'lsa O'zbekistonda 12 ta viloyatda bor akalar. Yetkazib berishda umuman muammo yo'q. Kelishgan holatda bo'ladi. Ko'rib turibsiz. Fasadli plita umuman devor tanlamaydi. Xomg'ish, pishig'ish, sho'r devor, zak devor, xohlagan devoringizga qatirsangiz bo'ladi. Sababi mana shunday xolasangiz taxta karkasdan foydalaning, 15 yil 20 yil atrofida xizmat qiladi yoki temir karkasdan foydalaning, undan ham ko'proq sizga xizmat qiladi. Rangi o'chmaydi, xudo xolasa, kafolat berishadi. Hozir Gold Euroda asoschisi bilan sizlarga yerda ma'lumotini beramiz. Bilan like bosib, qo'llab-quvvatlab qo'yasizlar. Assalomu alaykum. Alaykum. Sog'lashing, charchamang. Peshimiz aka. Mikrofon beramiz. Xo'p. Qo'yib uzib qo'yaman. Qanat qilmas. Qavzaqda. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Sog'lashing. Salomatmisiz? Xush kelibsiz. Salomatmisiz? Sog'layapsiz. Yangiliklar diyor boribsiz aka. Yangiliklarda hammasi Gold Euro fasadda chiqadi. Doim aytamiz u. Albatta. Birinchi Gold Euro fasadda, keyin boshqalarda chiqadi. Albatta. Juda ham go'zal chiqdi. Jigarlar, qaranglar. Ko'pchilikda hozir dardi, masalan, eski devori bor. Kimdadir paxsa, pishig'ish, xomg'ish, shunga o'xshagan eski devorlarda buzib turib yangidan qilish kerak yo'q. Agar yaxshi holatda turgan bo'lsa, jigarlar, uni haligi sho'r bosib ketadi-yu, uni sho'rga davo yo'q. To'g'risini aytish kerak. Liboy ustalardan so'raylar, sho'rga umuman davo yo'q, 100%. 1 yilga, 2 yilga yo'qotib berishi mumkin, lekin sho'rni umuman yo'qota olmaydi. Bu fasadli plita qiladigan bo'lsalaring, bu devordan qochganlik hisobiga, karkasli hisobiga turaveradi. To'g'rimi aka? Albatta. Hozirgi kunda u sho'r devor raki bo'lsa, davosi biz fasadli plitkalarimiz. Albatta. Ko'rinishi ham bitta baho berib, bu 3D fasad. Bu yerda 3D padmiramirlarimizga, mana yangiliklarimiz mana tomonlariga chiqdi mana. Poli showroomda oldilarini yangiladik. Juda ham katta yangiliklarimiz bor inshaalloh. Albatta. Xudo xolasa sekin-sekin chiqishni boshladimiz. Mana hozir. Bu o'tgan yilgi yangi fasonlarimizdan Montana, mana zo'r. Bu yerda ranglarini ham bir-biridan qochirib go'zal qildingda mana. Bu ham haligi vulqon anaqasiga o'xshabdi. Albatta. Vulqon anaqasiga o'xshabdi. Kimdir tosh zakaz qilmoqchi bo'lsa, misoliga har xil fasonlari ko'p, 40 xil turga yetgan turlari. Bizda yo'q ranglar bo'lsa, uka. Kelib turib, mono rangni, mono fasoningizga quyib bering deydigan bo'lsa, inshaalloh 99% chiqarib beramiz. Rangni 100% rangini chiqarib beramiz. 99 inshaalloh. Juda ham mana bu yerda Dubai fasonimiz mana. Ko'pchilik o'zingizlar chiqarib beringlar Dubai fasonni dedi. Klientlarimiz mana yangi Dubai fasonlarimiz ko'ryapsiz, juda ham neobishli chiqqan. Chiroyli chiqibdi lekin. Hozirgi kunda bir 6 ta, 7 ta yangiliklarimiz bor. Xudo xolasa shularga taradi erta kelib oldingiz. Hali ularni ham berasiz. Yangi fason, yangi ranglarimiz ham bor, xudo xolasa. Juda ham bu narxi kvadrat qancha chiqadi? Buni narx-navolari hozirgi kunda fasadli plitkalarning narx-navosi o'zgargani yo'q. 65 ming so'mdan 120 ming so'mgacha. Toshda o'zining narxi. Toshda o'zining. 65 ming so'mliklari qaysi deganlariga shunaqa однотонный svetlari bo'ladi. Ha. Mokri, seri, korishniy ranglari 65 ming so'm. Однотонный. Однотонный. 3 xil fasonimiz, rangimiz 65 ming so'm. Qolgani u yoqqa ketaveradi. 85 ming, 90 ming, 95 ming, 100 ming tanloviga qarab narxini aytaveramiz, xudo xolasa. Yaxshi. Keyin usta puli ham ichidami deb ko'p savol bo'lyapti-ku. Usta puli отдельный bo'ladi. Bizdan faqat mahsulot sotib oladi. Ustasi yo'qlarga ustalarimiz bor. Shular nomerini beramiz. Kelishib oladigan bo'lsa, O'zbekiston 12 ta viloyatiga borib, qo'yib berib kelishadi, xudo xolasa. Juda yaxshi. Ustalar alohida, masalan, mana hozir 65 mingdan 120 minggacha bu fasadli plitani kvadrat metrini aytilyapti. Usta narxi alohida. Xolasalaring ustalar bilan ham hamkorlikda ishlashadi. Ustalari ham bor. Masalan, bir 30 ta 40 ta brigada ham bor. Xudo xolasa uni ham qilib berishadi. Mana har xil ko'rinishda bor. Bular har bittasini detalni bitta-bitta narxini aytib o'tib ketish qiyin.
O'shaning uchun baribir telefon qilgan odam narxini boshqatdan so'raydi. Tabiiyki, to'g'rimi? Albatta, Rasmini tashlang, kataloglarimiz bor. Xudo xohlasa Judayam tashlab yaxshi. Showroomga kelaylik aka. yuravering. Ofisga. Bu tomonda ham, ichkarida ham bor. Zavod juda Katta hozir. Mana bu yerda ham turlari ko'p. Ha. Turlari ko'p. Hozirgi kunda fasadli plitkalarimizga uka 20 yil garantiya beryapmiz. Issiqqa chidamlik, mo'shik, har kuni bemalol kachilab yuvsa ham bo'laveradi. Hech narsa yo'q, rangi o'zgarmaydi. Rangi endi 20 yil garantiyasi bor ekan. Issiqqa chidamlik. Mo'shik deyapmiz, har kuni bemalol kachilab yuvsa bo'laveradi. Buni asosiy sababi nima? Rangi o'zgarmasligining sababi nima? Rangini o'zgarmasligining sabablari ranglari quyma bo'ladi. Quyma. Ya'ni ichida ham shunaqa rang. Ichida ham sindiradigan bo'lsa, shu rang chiqadi, tomiriga aralashadi ranglar. tomiriga. Tomiriga aralashadi. Aylanib chiqsa bo'laveradi, bemalol keling. Bemalol kelib bu yerda ham mana Har xil ko'rinishda bor jigarlar endi mana sizlarga. 3D lazerlarimiz chiqqan hozirgi kunda. Buni 3 xil svet qilib quysa ham bo'laveradi buni. Ko'ryapsizmi? Etap-etap quysa ham bo'laveradi. Bu faqat Gold Euro fasadda, hech kimda yo'q. To'g'ri, mana. Har xil bor mana bu so'kilga bundan foydalansalar ham bo'ladi. Tevasiga boshqacha har xil. Bu yangi turlarida mana so'qillarimiz ham yangi chiqdi. Hamma yangilik doimgidek Gold Euro fasadda, keyin Albatta. boshqalar. Albatta. Akalar, bundan tashqari atkoslar bular har bitta eshik romlarda atkos olinadi, bilasizlar. Mana shunaqa yangilik qilishyapti ekan. Oldin tunuka qilishardi, hozirda yangicha narsa qilib berishyapti ekan. Uni ham tez kunlarda qo'yib beramiz inshaalloh. Oxirigacha kuzatib borasizlar. Aka, endi bitta sexni ham ko'rsatsak, zavodga ichini. Bo'l, hozirlik kelgan biz bolalar uka, ertaman sahar bomdoddan keyin 4 da ishni boshlab, kun issiqligini hisobiga soat 10-11 da ishini tugatyapti. Kechki smen endi keladi. Ikkisi men ishlashyapti hozirgi kunda. Xo'p, bo'lmasa og'iz akayni o'tkazsak aka. Misol uchun mana hozir shogird olasiz, to'g'rimi? Albatta. Bu hunarni o'rgatib qo'yiladi. Bu yerda mana hozir mehmonlar bor, Marg'ilondan, Namangandan, Qirg'iziston Respublikasidan, Tojikiston Respublikasidan hozir mehmonlarimiz shu biznesni yo'lga qo'yaman degan odamlar bor. Xudo xolasa bemalol pastki nomerlarga aloqa chiqaradi. Bu biznesni o'rgatishligimiz обучение kurslari besplatniy mutlaqo. Kelsa bu yerda yotoq sharoitlarimiz, bir mahal issiqotimiz bor. Kelib 8 xil, 9 xil uslubda fasadli plitkani o'rganib, o'zini viloyatida, o'zini davlatida yo'lga qo'yib rivojlanib, baraka topadigan bo'lsa, biz xursand bo'lamiz. Albatta, juda ham yaxshi. Avvalo hunar o'rganib olish kerak. Albatta. Odamda agar miyasida hech narsa bo'lmasa, pustoy bo'ladigan bo'lsa, hunar o'rganish kerak, to'g'rimi? Ko'pchilik yana bitta narsa qolib ketdi-ku, biznes boshlamoqchi bo'lsa, buni xaridorim bormi deb turib qo'rqadi-da. Xudo xolasa, shu yerdan turib sotuvini yo'lga qo'yib beramiz. Muammo yo'q. Sizlarga o'xshagan ukalarimiz bor, blogerlar keladi, reklama qiladi, uni ham sotib yuradi, xudo xolasa. Albatta, to'ppa-to'g'ri. Yana aytilmagan nima gaplar qoldi aka? Aytilmagan gaplarimiz hammasi bo'ldi shekilli. Hammasi bo'ldi. Kelaverasizlar, Gold Euro fasadda kutamiz. Albatta, albatta. Jigarlar, pastda nomer qoldiraman, bemalol telefon qilinglar. Telefon qilib, fasadli plita kerak menga yoki shu hunarni o'rganmoqchiman deb gap boshlasalar ham bo'laveradi akalar. Ochiq oydin gapiravinglar. Akamiz ham o'zimizga o'xshagan jaydari odam. Aloqasi sirayim bo'ladi. E'tiborlaringiz uchun rahmat.